Qatnashchilar, hammaga assalomu alaykum. Hammangizga kirib ketgan yangi yillaringiz bilan. Bu arkamda turgan imoratimiz House Fasadning 2025-yil 30-dekabrga qadar yil yakunidagi proyektlarimdan biri bo'ladi. Bu avtorskiy proyekt bilan chiqargan imoratlarimiz bu. Bu imoratimizning egasini yurtdoshlarimiz agar donasangiz, bilsangizlar kimni uy ekanligini videoda kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizning mehnatimiz layka arziydimi? Shu aytib bergan ishlarimiz layka arzimaydimi? Kommentariyada buni fikrlaringizni qoldiringlar. Layklaringizni ayamanglar. Agar bizning rost shu mehnatimiz arziydigan bo'lsa, ko'p aytib o'tirmayman. Bu yerda polni avtorskiy bilan, ограждение bilan, polni eldan naveslari, boshqasi krishani bo'yonlari bilan, даже krishalar ham bo'yalgan bu yerda. Mokraya bo'lgan, avval zelyonniy edi, alifalar ham zelyonniy edi. Ular ham polni bo'yalgan. Eldan naveslari bilan ishlatib chiqarib berganmiz imoratimizni. Xullas, fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Bu imoratimizni polni 4 tarafdan bo'lgan. Bu yerda 700 kvadratdan oshiq mahsulot berilgan. Endi bu yerda aytilgan ishlarning haddi soni yo'q. Даже sokollar ham bo'yalgan. Fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Chiqqanmi, boshqasini layklaringizdan kommentariyada beraman. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.